O'g'lim Rossiyaga borib soqqani qilib yig'inib kelsang, men senga onasi o'tmagan qizni olib beraman. Onasi o'tmagan nima qilaman? Bilmasam men nima qilasan? Bo'pti, uylantirsangiz bo'ldi, dada, men ketdim. Pul topib nima o'zi ham. Soqqa der ekan, soqqadir. Привет, mamul. Men keldim. Qachon to'y endi bu yog'i? Qanaqa to'y? Sen to'y uchun yuborgan pullarni ana mahallamiz opin budjetda yutkazib qo'ydi. O'shanga asfalt qildirib yubordik. Yo, noto'g'ri tushunma. Otang ham sho'stiri. Sen asfalt qilib berganing uchun rais senga qizini berar ekan. Uni bolasi bor-ku. Nima qilibdi? Bolasi bo'lsa, zo'r qilib 1 yil ishlab kelsang, men seni rais qizga uylantiraman, raisning qizi. Mayli, men ketdim, ishlab kelib uylantirsangiz bo'ldi, dada. Bo'pti. O'g'lim ruscha o'rganib, meni ma'mul deyapti. Yo. Kim sen rais qizga uylanyapti? 30 ga kirib chiqib ketuvdim-a. Ha, nima bo'ldi, dada? Ana rais qizi eri bilan yarashmayapti. Endi kimga uylanaman? Yo, otang sho'stiri, otang. Sen yuborgan pullar yig'dimda hokimga haq berib yaxshi bo'ldim. Hokim senga qizini berar ekan. Hokim qayerda? Rais qayerda? Hokim qayerda? Rais qayerda? Hokim qayerda? Rais qayerda? O'g'lim qayerda? Yaxshi bo'libdi. Instagramdan nikim o'zgartiraman. Mashinnik ota deb. Ya. O'g'lim chiqdi. O'g'lim, hokimning qizi admin, orqaga qayt. Bo'ldi, o'g'lim kelsa bir umrlik orzuni amalga oshiraman. Uylantiraman. Assalomu alaykum. O'g'lim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'g'lim, to'g'risini aytaymi, bo'ldi, uylantiraman. Hech qayerga bormaysan. Nima deysan shunga? Ularga pul berish kerakmi? Nima ketmayapti bular? Yo'q, endi uylantirishingiz shart emas. Tanishing, keliniz, nabirangiz. Ha, kelin emas. Shunda Rossiyaga bormaysanmi? Boraman, pul topishim kerak-ku. Ana pulni kim yig'adi? Siz? Unda kelin, добрый пожалуйста. Хорошо, все будет хорошо, все будет